Таң атты. Quyosh chiqib, yer yuzini yo'ritishga boshladi. Yo'riq tabiatning eng muhim ne'matlaridan biri. Balalar tabiatda sayli qilib, quyoshning illiq nurlaridan huzur oladi. Yo'riq bizga shodlik bag'ishlaydi. Quyosh eng cho'ng va asosiy yo'riq manbasi. Uning nurlari o'simliklar, hayvonlar va odamlar uchun zarur. Kechida ay va yulduzlar bizga yo'riq beradi. Bu tabiiy yo'riq manbalari. Odamlar sun'iy yo'riq manbalarini yaratdi. Chiroqlar bizga kechida o'qish va ishlashga yordam berdi. O't yo'riq va issiqlik beradigan muhim manba. Lekin o'tdan foydalanishda har qachon ehtiyot bo'lish kerak. Yo'riq bor yerda hayot bor. Balalar yo'riqda bilim oladi, surat chizadi va o'sadi. Yo'riq hayot manbasi. Uni qadrlayli va to'g'ri foydalanayli.